Assalomu alaykum aziz O'zbekistonim. 30-yanvar kuni Humo Arenada bizning jangimiz bo'ladi. Bundan hammaning xabari bor. Sizlarga biratan gap qo'yishman. Mujiklar kulachkadan bo'ladi. Qonli jang bo'ladi. Unaqa o'yinchoq jang bo'lmaydi. Solo bo'ladi. Kelinglar, patnashga qilinglar O'zbekiston. Sizlarni kutamiz. Maza qilib tomosha qilasizlar. Kasal bo'lmanglar. Eng asosiysi biz jangchilar O'zbekiston muxlislari uchun kelishgan holatda biletlar narxini yana ham arzonlashtirdik. Va undan ham muhimi, Sizlar uchun 30 ta biletni shunday tarqatib yuboramiz. 10 ta men, 10 ta Abdu aka, 10 ta Bobur aka. Bizning muxlislarimizdan 3 dona shart talab qilinadi. Kommentariyaga o'rtalarini belgilab tashlaysizlar. Shu videoni repost qilib tashlaysizlar va like bosasizlar. Bo'ldi, 3 donagina shart. Gazini bosamiz 30-yanvar Humo Arena. O'zbekiston nudallarini ko'rsatamiz. O'zbekiston nudallari. Bu qo'shapalar yerda keladi. hammaga assalomu alaykum.